earn a 10 out of 10. It whispers it through steel and silence. Well, Nice. Hech o'ylab ko'rganmisizlar, nimaga 3ds Maxda mana ishim bunchalik sekin chiqyapti deb. Bunda sizlarning kompyuterlardan tashqari balki 3ds Maxdagi nastroykalarning xatolari ham mavjud. Bugun sizlar bilan asosiy 5 ta render sekinlashtiradigan narsani ko'rib chiqamiz. Salom, men ismim Abdulloh Fayzullayev. Biz boshladik. Birinchi sababi bu sizlarning Lightmix effektidir. Lightmix effekt bu hamma uchun orzu, go'zallik, eng zo'r, eng qulay narsa deb tuyulgan bir vaqtda bu renderga juda ham katta og'irlik beradi. Bu narsa denoizni buzadi, bu narsa sizlarning renderinglarning sifatini tushiradi ko'proq. Kechki sahnada ishlayotgan bo'lsanglar, sizlarda juda ham ko'p yorug'lik manbalari bo'lgani uchun Lightmixdan har bittasini hisoblab chiqish uchun alohida kuch sarflaydi va bu renderga juda ham katta og'irlik bag'ishlaydi. Masdagi nima degan bo'lardim. Lightmix kamroq ishlatib, ko'proq aynan sahnani o'zida toza ishlashi tavsiya bergan bo'lardim. O'shanda renderinglar ancha sifatliroq va ancha tezroq chiqadi. Ikkinchisi bu aynan noise level limit. Noise level limit bu sizlarning renderinglarning darajasini belgilaydi, ya'ni katsila darajasini. Sizlar uni qancha past qo'ysanglar, shuncha renderinglar yaxshi chiqadi, to'g'rimi? Har doim emas. Aynan shu joyda ko'pchilikda xato bor. Render noise qancha past qilsam, shuncha yaxshi chiqadi. O'zim ko'rgan vaqtlarim ba'zida bir noise qilib qo'ygan. Bir noise bu katta xato. Bu bir noise yopishguncha renderinglar juda ham katta vaqt sarflaydi. Shuning uchun ba'zi holatlarda 8 noise ham juda ham yaxshi effekt beradi agar sizlar upscalerda ishlatsanglar va denoise to'g'ri ishlatsanglar. Shuning uchun eng optimal noise level limit bu 5-chisi hisoblanadi. 5 noise level limit men deyarli doim ishlataman va bu eng yaxshi va eng tozasi deb hisoblayman. Qaysidir preview ishlarda 8 qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni shunchaki klientga ko'rsatish yoki o'zingiz uchun ko'rib olish uchun agar o'zingizning portfoliyongiz bo'lsa 4 yoki maksimum 3 darajasiga 3 dan pasti men o'zim tavsiya bermagan bo'lardim. 3 o'zini ham juda ham kam istadi. Agar sahnani to'g'ri ishlatgan bo'lsangiz 3 qo'yish to'g'ri tavsiya bo'ladi. Bizda 3-chisi bu sizlarning max fayllardan o'zi. Ya'ni max fayl bu sizlarning umumiy sahnanglar va uni toza ishlashingiz kerak. Toza ishlashiga nimani nazarda tutaman? Max'da ortiqcha joyda, boshqa qismlarida balki o'zida har xil kerak emas sizlar ishlatmaydigan narsalar bor. Buni biz garbage yoki axlat, musor deb atashimiz mumkin. Aynan o'sha narsa ham sizlar o'ylaysizlar Max'da ortiqcha nagruska tushirmaydi. Lekin bu noto'g'ri. Bu baribir ham Max'ga nagruska tushiradi. Oz bo'lsa ham, qancha Max fida og'ir bo'lsa, ba'zan umuman render qilmaslik darajaga olib tushish qolishi mumkin. Bu render sekinlashtirishdan tashqari bu sizlarning ishinglarni to'g'ridan to'g'ri sekinlashtiradi. Shuning uchun buni qancha Max'dan toza ishlasanglar, shuncha ishinglar tezlashadi. Shu bilan birga renderinglar ham ancha tezroq chiqish boshlaydi. Bizda 4-chisi bo'lsa, bu rezolyutsiya. Ya'ni sizlarning piksellaringiz soni. Full HD 2K, 4K, 8K sizlarning renderinglarning hajmi. Bu narsa juda ham muhim. Ba'zi bir holatlarda oddiygina ishlarni 8000 ga 8000, 5000 ga 5000, ya'ni juda ham katta hajmda qo'yib yuborishadi. Bu narsa to'g'ridan to'g'ri RAM ga og'irlik tushiradi. Bu narsa sizlarning agar RAM-ingiz kichkina bo'lsa, RAM-inglar to'liq kuchini namoyon eta olmayotgani uchun render juda nihoyatda sekin qiladi. Buni afsuski juda kech tushunganman. Qaniydi buni vaqtliroq tushunganimda. Stop it. Aslida imkoniyat bor, o'zingizlarning RAM-inglarni hajmiga qarab qo'yishinglar. Agar sizda 32 GB RAM bo'lsa, 3000 yoki undan ham kichikroq hajm qo'yinglar. Undan balandroq qo'ymanglar. Misol uchun 2K. Agar sizlarda undan kattaroq hajm bo'lsa, undan kattaroq rezolyutsiya qo'ysanglar bo'ladi. Lekin uni ham o'zingizlarning ishingizga qarab, qancha katta rezolyutsiya shuncha yaxshi render degani emas. Ba'zi holatlarda 2000 ga 2000, 1500 ga 1500 renderlar ham juda ham yaxshi va toza va sifatli chiqadi. Har doim ham gap piksellarda emas. Piksellarni kattalashish ba'zan shunchaki renderda cho'chish bilan birga bir holatlar ham bo'lishi mumkin. 5-chisi va bizning xulosamiz, va agar render sekin chiqayotgan bo'lsa, sizlarni asosan sozlamanglar aybdor. Agar shu narsani bizga to'g'ri yetkazib bera olgan bo'lsa, like va kommentda izohda o'z fikringizni qoldirishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Bu yangi kanal onadan yangi tug'ilgan chaqaloq kabi. Agar sizlar unga like va komment bersalar, unga xuddi chaqaloqqa taom berayotgandek bo'lasizlar. Sizlar bilan Abdulloh Fayzullayev, ko'rishguncha.